Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan doktor Jonizoqov. Bugungi demak mavzuyimiz juda ham dolzarb mavzulardan biri, ya'ni bolalar quloq oqishi haqida gapirib o'tmoqchi edik. Bolalarning qulog'ini o'sha surunkali oqish haqida gapirmoqchimiz va buni davolashda sizlar yo'l qo'yadigan xatolar haqida, ya'ni ota-onalar. Demak, yaqinda bizni qabulimizga bir bemorim keldi. Bemorning so'zidan demak o'sha sentabr oyidan beri u har 2 haftada quloq oqadi bolasini. Ya'ni 2 hafta oqadi, 3 kunda dori lecheniya qiladi, doktori boradi, yana 2 hafta oqadi, 2 hafta oqadi. O'zi qarasam, quloq pardasi bolaning yoshi demak 1,5 yoshda, quloq pardasi umuman o'sha tiklanmayapti. Ya'ni juda katta teshikchasi bor. O'sha quloq pardani qo'yamiz hozir bu yerga. Bu quloq parda demak tiklanadimi deyilsa, albatta tiklanadi. Qanaqa holatda? Faqatgina o'sha oqmasagina. Va ota-onasini, ya'ni onasini gapidan bolasini quloq pardasi teshik desa, eshityapti-ku bolam deydi. Yana bir marta aytaman, quloq parda teshilsa, bola eshitadi. Eshitmasa faqat, lekin eshitadi bola. Bemalol eshitadi. Sizga qaragan paytingizda как положено eshitadi, lekin o'zingiz sezasiz, uni zo'r eshitmaydi. Demak, bu yerda ota-onaning qanaqa xatosi bor? Birinchi navbatda u surunkali demak kasallik bilan yuzaga kelgan bolalarda обязательно bu yerda ikkita tomonni maslahatini olish kerak. Birinchisi bu pediatr maslahati, birinchisi lor maslahati, обязательно quloq masalasi, ikkinchisi bu pediatr maslahati. Pediatrdan so'rash kerak, nima uchun bolam bunaqa ko'p bemor bo'lyapti, bu ko'p kasal bo'lyapti va u analizlar topshiradi. Analizlar, bular qanaqa analizlar? Bular o'sha demak umumiy qon analizi, misol uchun kalsiyni ko'rish kerak, vitamin D sini ko'rish kerak. Mana shu holatlarda iloji bo'lsa agar fermentativ analizni topshirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu juda ham kerakli, eng oxirgi eng kerakli demak analizlar hisoblanadi. Bu narsaga e'tibor berish kerak, juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Bu ikkinchi masala. Keyingi masala, demak ota-onani bu yerda ayniqsa demak onalarimizning xatosi e'tiborsizlik. Ya'ni o'sha qizchadan ham o'sha kelinchakdan so'rayapmiz, deb kulyapti. Qaynonasi bilan kelgan, qaynonasiga demak ayta olmayapti. Keyin chiqarib yubordim qaynonasini, o'ziga aytdim, nima bo'lyapti singlim? Ayting, nima bo'lyapti desam, doktor dedi, ertalab soat 5 da turaman dedi. 11 gacha ishlam qilaman dedi. Ovqat qilaman dedi. Kechqurun soat 8-9 larda uyquga kiraman. Har kun shu ahvol dedi. Nima qilasiz buncha? Qanaqa faoliyat bilan olib borasiz? Buncha ish qilasiz? Ish juda ko'p dedi hisobda. Haqiqatda ish ko'p. Aytib qo'yay, surunkali quloq oqishi bilan yoki umuman bir marta bo'lsa ham quloq oqishi bilan yuzaga kelayotgan bolalarda e'tibor berish kerak. Dorilar vaqtida qo'yilmaydi u bolachani. O'sha uchun oqadi u qulog'i, birinchisi. Ikkinchisi, oyoq yalang yuradi bolachalar. Hattoki bu yoqqa kelgan paytda ham, oldimga kelgan paytda ham bola oyoq yalang yuradi va uchinchisi bu bolachalar demak juda yupqa kiyinadi. Va yana eng yomon tomoni, to'rtinchisi yotadigan xonasi issiq emas, iliqroq bo'ladi. O'sha 20 graduslar bo'ladi. O'zi 25 gradus bo'lishi kerak, 20 gradus bo'ladi, sovuq bu. Bola uchun. Mana shu 3 tagina sababchi. Kichkina sababchi. Bu onalar tomonidan qilinadigan xatolar. Endi agarda siz demak mana shunaqangi surunkali yoki har gripp bo'lganda quloq oqayotgan bo'lsa, keling mana bizni oldimizga keling. Biz sizga to'g'ri tavsiya beramiz. Biz o'zimiz kontrol qilamiz. Biz har oy bu bolani hattoki 2 haftada bir kontrol qilib turamiz. Misol uchun menda surunkali oqish bilan kelgan bolalarda men 2 haftadan keyin masalan 1 hafta davolasam, 1 hafta davolaganimdan keyin o'shandan boshlab toki 2 hafta o'tgunigacha ularga teginmayman, 2 haftadan keyin kelinglar, bitta nazorat qilaman deyman. Bitta tempanometriyaga yuboraman. Bir martasiga burundagi go'shtni ko'raman, yaxshilab qanaqa o'z burundagi go'shtni holati. Shamollagan paytda burundagi go'sht bar kengayadi, bu foydasi yo'q ko'rishdi. Lekin
tuzalgan paytda 2 haftalardan keyin burundagi go'shtning holatini ko'raman. Temperamentiraga boraman, обязательно. Bu qilishim kerak bo'lgan ishni обязательно ishi. O'shanga qarab biz unga o'sha nog'ora pardozlamayotganligini, agarda bu narsa yana qaytarilsa, misol uchun ularga alternativa sifatida shunt qo'yishni ham tavsiya berishimiz mumkin. Yoki hokazo. Shuning uchun azizlar, mana shunaqa holat yuzaga kelmasligi uchun keling, biz demak Samarqand viloyati, Samarqand shahrida Dinamo stadion orqa tomonida ish faoliyatimizni olib boramiz. Agar siz O'zbekistondan bo'lsangiz, agar siz chetdan bo'lsangiz, Tojikistondan, Qirg'izistondan, Rossiyadan, Qozog'istonda yoki Turkiyalardan ham yozishlar bizga. Telegramim, Instagramim mana shu video opisaniyasida bor. Telefon raqamim bor. Bu telefon raqamida Telegram yo'q, lekin Telegram pastda doktor_OK pastki chiziqcha bilan Jon Uzokov deb yozsangiz Telegramdan chiqadi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bizga murojaat qilib kelishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga maksimal yordam beramiz. Qo'limizdan kelguncha baholi qudrat. Shuning uchun azizlar, sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.